Assalomu alaykum, assalomu hurmatli obunachilar, jo'ninglar sog'mi, salomatmisizlar? Xudo xohlasa men Ramaka Parranda bozoriga kelganmiz, qadrdonlar ko'rishingiz mumkin. Odam juda ko'p, soat 8 bo'lishiga qaramay odamlar erta kunda mana Namangan Ramaka Parranda bozoriga kelishyapti, qadrdonlar. Hafta kuniga yakshanba. Aha, mana meva chevam akam kelibdilar. Qanchadan o'kay bu mana ma'lumot o'rnida? 15 ming so'mdan kilosi. Pivanlık değil, kilosu 35 milyon. Bananlarımız var, 25 dakika veremiz. Aha. Akam aytyaptilar. Hamma turdagi shu meva chevalar bor ekan akamda. Ramaka Parranda bozoridamiz, qadrdonlar. Hafta kuni yakshanba, 12-aprel sanasida syomka qilamiz, qadrdonlar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar, qadrdonlar. O'zimizning kanalimizga bitta-bittadan like bosib qo'yasizlar, qadrdonlar. Xo'p, video obzorimizni boshladik. Iloji boricha bir qism, ikki qism, uch qismgacha bo'lsa, o'lib e'tiboringizga havola qilishni boshlaymiz, qadrdonlar. Mana shu narsalardan parranda ko'rsatishni oldim mana. Krasniy lampalar mana kelgan, qadrdonlar. Ko'rishingiz mumkin. Jo'jalar uchun o'sha sovqatmaslik uchun nima qilib bo'ladi? Ormon aka. Bular qanaqa bo'lyapti? Narxi aka buni? 15 ming so'm bittaliga. Chashkasi bitta. Ma'lumot o'rnida shu mikrofon taqib qo'ying. Hop, 15 ming so'm bir dona chashkaliga. Aha. Ikkitaliga 25 ming so'm, uchtaliga 35 ming so'm, to'rttaliga 45 ming, kattasi 50 ming, beshtaliga bo'ladi. Bular hammasi o'sha suv idish akamlar o'zlari tayyorlashgan. Bu qanchadan? 25 ming so'mdan optim narxda aka. 25 ming so'm optim narxda. Jo'jalar uchun mo'lsangan bu, qadrdonlar. Jo'jalar. Bu bir-biriga bilan ketaveradi aka. Bu krasniy lampalar qanchadan bular? 80 ming so'm aka. 80 ming so'm. Juda ko'pchilik so'rayotganda-da, buni ijtimoiy tarmoqda boshqada so'rashdi. Biz o'zimizga telefon qilib ham mana kelib qo'yishdi, qadrdonlar. Xizmat bo'lsa bemalol. Namangandagi o'sha Ramaka bozorida akam chiqqanlar. Tilbor raqam necha? Ikki tot ma'lumot uchun. Aha. 156 66 66. Bozoringiz bersin. Kelsa arzonroq qilib berasiz YouTube kanalidan kelsa, Avtotrend. Bo'ldi aka. Xo'p, qadrdonlar, parrandalarimiz oldiga kelib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Brahma ham aka bu o'zi? Brahma cho'rniy chiqibdi mana. 2 dona bor xolos edingiz-a buni? 2 dona. Puli qanchadan bular? Puli 250 ming so'mdan deyaptilar. Boshqa yo'q deyalash. Telefon raqam qoldirmaymiz. Ma'lumot o'rnida ko'rsatib o'tamiz. O do'stim, qora shahzoda qanchadan bu? $100 beramiz, aka to'rttasi. $100 to'rttasini. Ha. Necha oylik bor o'zi bu? Bu 2 yosh. 2 yosh. 24 oylik deb aytib o'tyaptilar. $100 qilib beramiz deyaptilar. Bugun baho bo'ldimi bugun? Yo'q, hali bo'lmadi. Bozorda. Tagi seromsizda bormi? Yo'q, mana shu xolos. Mana shu xolos deb aytib o'tyaptilar. $100 deyapti. Telefon raqam ayting. Telefon raqam. 99 lar. Aha. 201 87 76. Mana shu raqamga bemalol telefon qilib bog'lansa bo'ladi. Manzil Namangan shahar. Ramaka Parranda bozoridamiz, qadrdonlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, navbatdagi qora shahzodalar ko'rishingiz mumkin. Aka bular, necha pul deyapsiz buni? 450 ming. Salomatmisiz? Mikrofon taqib qo'ying. Xo'p, ma'lumotlar qanaqa buni? Qora shahzodaga Avstralop nomi. Mana boshdagi astrolop ekan hozir bu. Aha. Adagi qora shahzoda. Ha, shunaqa. Aha. Buni shunaqa beramiz. Hammasi xirozmi deyman bu? Yo'q, makoni ham bor. Aha. 450 ham bor deb turibmiz. 450 ham bor. 450 ming so'mdan, qadrdonlar, gigant ekan. Razmir jihatdan juda katta. Ko'rishingiz mumkin. Kattaligini bilish shu. Necha oylik, bir 30 oylik bormi? Yo, bu. Yo 2 yoshdan oshiqroqmi? Yo, 2 yoshga yetmagan bo'lsa kerak. 2 yoshga yetmaganmi o'zi bu? Yetmagan bo'lsa kerak. Zo'r. Qora shahzodani gibridlar ko'payib ketdi, qadrdonlar. Astrolog Rominsk o'sha uyimizda bor edi o'sha. Biz o'zimizda 4 oylik 5 oylik jo'jasini ko'rsatdim o'shanda. Biz 12-13 oylik borish kelyapti ham. Shunaqa, umr. Zot oldinglar bundan? Na, yo'q, hali olmadi. Tagi serofa bundan bor-a? Ha, bor. Telefon raqam ayting. 99 lik. Aha. 970 Aha. 0027. Lekin o'zini olsan, nechta pul qilib berasizlar? Kelishamiz. Bu astrolog bo'lganlar. Na'am, shunaqa. Astrolog. Nechta pul qilib berasizlar? Ma'lumot turida bu nechalar uchun? Yani bilmedim. Gelişemiz efendim.
Telefon qilishingizni gaplashamiz. Ha, bo'ldi, telefon qilsa gaplashamiz. Qadrdonlar, ko'rishinglar mumkin. Assortiment bor Namanganda, o'zimiz Namangan shahrida ham qiziqadilar juda ko'p bizga o'xshagan, sizga o'xshagan ko'rishimiz ko'p. Bozorimiz bu kimdan ekan, sizdanmi? Uni to'g'ri o'zini oling. Aha. 300 mingdan. 300 mingdan. Buni zoti qanaqa deydi buni? Amrox. Amrox, ha? To'g'ri o'zini olisham. Zo'rodan oladi. 300 mingdan deyaptilar. Tilbor raqam qoldiramiz aka bunga? Aha. Bozor kelib o'lisharadi. Bozorga qadar olib kelasizlar, olasizlar. Namangan shahardagi o'sha bozordamiz. Bozorni bilsa. Bu qanaqasi edi bu? Bu anaqagana astrolog ruminskiy. Jesmi bu? Ha. Bu nech pul deyapsizlar? Puli qancha buni aka buni? 300 ming so'm. 300 ming so'm deyishyapti. Ko'rsating pastda. Bozorni bilsa aka. Ash ko'rsatadi. Assalomu alaykum. Zo'radan olchi. Zo'radan. Bak qadrdonlar. Kattaligini ko'ryapsizlar. Haqiqiy rosa kelsa o'sha bir vazn ochganliga tuxum yana o'sha. 5-6 kilo bor. Ha, 5-6 kilo turadi. Shu ma'lumot o'rnida gapirib bering, ma'lumotlarni. Yo, 5-6 kilo to'g'ri, 4 kilo. Tuxum qilgan to'g'ri. Puli 1 million kam bor da, komplekt. 1 million so'm qadrdonlar. Ha, 1 million kam bor deyaptilar. Komplekt. Tuxum qilgan. Lekin ham To'g'ri kerak ekan. Ha. To'g'ri ekan. 4 kilo 5 kilo turadi. Lekin serum Yo'q, bor. Tilbor raqam ayting. 91 293 08 08. Mana shu raqamga bemalol telefon qilib bog'lansalar bo'ladi. Bozorini bilsa. O'ga kanaldan chiqsa arzonroq qilib berasiz. Rahmat. Assalomu alaykum. O'ga Xorman, salomatmisiz? Astrolog hozir bu? Jeps bilan astrolog bir-biriga yomon o'xshab ketadi ko'rinishdan, ha? Sizda bormi bundan yana? Bor. Ma'lumot o'rnida. Ular qancha qilib beramiz? 300 mingdan. 300 ming so'm. Zo'rodan oladi, zo'rodan oladi. Ko'ryapti, odam bo'sha aylanib ketadi. O borto'la. Jepsigan urushi mumkin. Kattaligini. Buni olib chiqib qanday ish qilib beramiz? Bitta uy olaman deganga. Bitta uy olaman deganga arzonlashtirib beramiz yo'lda qilib. Aha. 5 ta makiyon bitta qiroz ekan, ha? Ha. Nech pul mash turishdi deylik. Riksha olaman, masalan, men olaman deylik. 250 mingdan qilib beramiz. 250 ming so'mdan pul beraman deyaptilar. O'shanda hozir nech pul bo'ladi? 1,5 million so'm bo'ladimi? Yo'q, 5 ta makiyon bitta xo'roz. 1 million 750 ming. Qadrdonlar, mana shu qiroz ko'p bo'ldi qo'llar. Mana makiyonlar ham. Bu raqam ayting, aka, bu ma'lumot o'rnida. Bu raqamlar 94lik 792 80 88. Aha. Mana shu raqamga bemalol telefon qilib bog'lansa bo'ladi. 5 kilo kam. Bozorini bilsin, aka. Tuxumdan ham sotaveramiz bularni. Sotaveramiz. Tuxumni qanchadan masalan? 15 ming sotilyapti. 15 ming so'm. Ob'yomda bo'lsa arzonroq bo'ladi. Ha, Bu ham shundan ekan-a? shundan. Bozorini bilsin, aka. Namangan shahrida ish bitadi. Bitadi. Aha. Telefon qilishadi, arzonroq qilib berasiz, aka, holatga qara. O'zimizga ham kerak jetdan. Shuna gaplar o'rtoqlar. Ruxotolarni ko'rsatib davom etaveramiz, qadrdonlar. Assalomu alaykum. Sizlardanmi aka? Assalomu alaykum. Kimdan ekan? Sizdanmi aka? Ma'lumotni beraysiz, olmaymiz o'zingizni. Men ma'lumotni bilmayman. Aha. Balki sizniki. Xo'p, aytaylik, men o'zim aytib o'taman. Aha, Jeps Baroda, aha. Necha oylik bular? O'tgan yilgi cho'jalar, yozgi. Aha. O'tgan yilgi yozgilar. O'tgan yozgi jo'jalar deb aytib o'tibdilar o'sha. Jeps. Nech bilan qilib beramiz buni, aka, buni? 300 ming baho aytyapmiz. Har bir donasi 300 mingdan yana kelishtirib berasiz. Kelishtirib beriladi. Tuxumga zakaz olamizmi? Yo'q.
Tagi seroqmi sizda bormi yo'q? Mana shu xolos ha. Tilbor raqam shart emas ekan, dema. Tilbor raqam. Shuna gaplar qadrdonlar. Sotamiz, ketamiz. Aha. Mana bozor emasmi? Avtotrend YouTube kanal. Avtotrend. Bular kimdan ekan, oka bular? Egalari bormi? Egalari yo'q mo'ljalda. Qora shahzoda. Kimdan ekan bular, oka bular? Aha, nish pul deyaptilar. Assalomu alaykum. O'ztog'a, salomatmisiz? Aha. 400 ming. 400 ming so'm so'ralyapti. Ikkitasini qancha qilib berasiz? Hani kelishamiz-da. Ikkitasini olganga bir joyga nishpul qilib beramiz. Sizda bormi yana? Yo'q, mashu. Mash xolos. Tilbor raqam shart emas. Ya, mashu xolos. 400 ming so'm ikkitasimi o'shanda? 400 ming, ha. Ha, ikkitasini Hozir kam bor. 400 ming so'm so'rashyapti. 3 oylik bor. 8 oylik bormi? Hozir. Bor. U ham yosh, u ham tengqur. Ha, ikkitasi bitta vaqtda o'chib chiqqan jo'jalar bular. Shuna gaplar qadrdonlar 400 ming so'm so'rashyapti. 7-8 oylik jo'jalar. Tuxumga yaqinda kirib tishkilar o'zi. Ha. O tuxumi kirgan anu. Bozor emasmi? Hop, qadrdonlar. Navbatdagi yapon o'sha. Bu qanaqasi oka bu o'zi? Bu qanaqasi? Ko'shamo o'sha mini dakan, ha? Buni puli qancha oka buni? 1 million jip oka. 1 million so'm so'ralyapti qadrdonlar. Ko'shamo deylar ekan zoti. Bular qanaqa oka bu zoti? Bu Sibirayt oka. Sibirayt. Buni pulini qancha qilib beramiz oka buni? Buni 1,5 million oka. 1,5 million so'm so'ralyapti. Mana shu komplet ha, bu bir komplet. 3 ta mekon, bitta xo'roz. Bu qanaqasi oka endi bu? Bu ashini sarig'i oka. Sibirayt zalota. Aha. Buni pulini qancha qilib beramiz 3 tasini bir joyga? 1 million oka. 1 million so'mga sotildi. Rangi rosa sho'li bo'lar ekan, ha? Qadrdonlar. Hisham kaptardan ozgina kattaroq. Pashti kaptar bilan teng. O bu keyingiz qanaqasi edi oka bu? Bentam kulranga. Buni pulini qancha qilib beramiz? Xo'ja aka? 600 ming so'm aka. 600 ming so'm so'ralyapti. Buni hishamligina. Yaxshi urushib ketmas ekan, ha? Xo'p, tilbor raqamni chiqib qo'yamiz. Tilbor raqam ma'lumotini da. 94lik. Aha. 516. Bozor emasmi? Kanaldan chiqsa, tuxumidan boshqasidan nimasi kerak bo'lsa, arzonroq qilib berasiz. Tilbor raqam aytasiz ham bunga. 90lik, 533, 3070. Mana shu raqamga bemalol tilbor qilasizlar. Keyingilari, boshqa egalari bu boshqa kishidan. Bozor emasmi? O bu qanaqa ekan oka bular? Qora shahzoda. Qanchadan bu? 40 ming so'mdan qadrdonlar. Necha kunlik bor u? Bir hafta bormi? Yo'q, 1 oylik. 1 oylik bular hozir, ha? Buni nishpul qilib beramiz. Men 40 mingdan. 40 mingdan bo'lish deb aytib o'tyaptilar. Qora shahzoda. shu beramiz. Hammasini. Ha, hammasi bir joyga bo'lsa arzonroq bo'ladi. Olaylik, qaraylik. Oka, tilbor raqam ayting. Boradi tagi seropa? Yo'q, bizda mana shu xolos. Mana shu xolos. 40 ming so'mdan qilib berar ekanlar 1 oylik atrofida. Bozor emasmi oka? Mana. Hop, qanaqasi oka bu? Kimdan bu? Egalar yo'q alla qadrdonlar. Hop, bozor emasmi oka? Bular kimdan oka? Tagi seroqmi sizda? Mana shu xolos. Necha pul so'rayapti? 300 ming so'm juft deb so'ralyapti. Model qanaqa buni zoti? Zotini bilmaysiz. Bozor emasmi? Bu qanchadan ekan oka bular?
400 ming so'm qadrdonlar so'ralayotgan. Zot qanaqa men o'zi o'shanda? Bentam chorniy ekan-a bu o'zi qora. Bentam chorniy, beli upa. Aha. Bir pulni qancha aytamiz buni? 400 mingdan. 400 ming so'm. Bir komplet qancha bo'ladi o'shanda? 1,200 ming so'mmi? Tilbor raqam ayting. Tilbor raqam shart emas, ha? Bo'ldi. Xo'p, qadrdonlar Namangandamiz o'sha o'zimizni. G'ambeka Farg'ona bozoridamiz. Odam juda ko'p. Yaponlar antikvarlar chiqibdi. Assalomu alaykum. Oke. Omomisiz? Salomat yaxshimi? Oken teniganlar bo'lsa. Instagramda. Akkaunt qanaqa edi? Instagramda? Farg'ona 77 Aha, akam teniganlar like bosib qo'yasizlar. Olib chiqdingizmi? Olib chiqdingizmi? YouTube-chu. Aylanib. Pomosha. Okela bol, demedi, qadrdonlar mashinaga chiqaman. Aha. Okey, kuzatib turaman o'zim. O'zimiz asosan qora tovuq bilan shug'ullanamiz. Kattasi. Katta bilanmi? Ha. Yaxshi ekanmi? Aha. Qaysi program? Avtotrend YouTube kanali bizda. YouTube'mi? Ha. Qanday ko'p so'raydi o'shanga? Ha. Qora tovuq asosiy. Qora tovuq. Okey, ishlarga omad. Salomat edi, ko'rishaylik. Salomat bo'ling. Ha. Xo'p, qadrdonlar. Videolarimiz davom etadi, xudo xolasa. Qashaki yaponlar chiqqan. Uch tarafda parranda, nima? Qushlar bozori bor o'sha. Popugay, Vanisti, hammasidan bor qadrdonlar. Qiyonpatda qancha ekan, o'ga bular? Qiyonpat kimlar ekan? Egalari bormi yo'qmi? Egalari yo'q ekan-a, qiyonpat. O'zimiz joydar yaponlar shikilgan o'ka bular. Qanchadan bular o'ka mana ma'lumot o'rnida? 150 ming so'mdan so'rashayotgan. O'zimiz joydar is ko'rib o'sha yaponlardan. Baho qildingizmi o'ka buni? Ko'ryapsiz, tomosha. Bozorini bilsa. Bu qanaqasi edi o'ka bu? Sisarka. Hammasi xo'sh kelaman yelimda. Qanchadan bir sisarkalar? 250 ming so'mdan so'ralayotgan, to'rttasi 1 million so'm kami bor. Tuxumiga jo'jasiga zakaz olamizmi? Olamiz, ha? Tilbor raqam ayting. Tilbor raqam. 93lik. Aha. 826 1691. Mana shu sisarkalardan zakaz oladilar, akam tuxumi ham bor, akam mana shu bilan shug'ullanar ekanlar o'z sisarka bilan. Juda noyob parranda bo'ladi, qush turi bo'ladi. Qush turiga kiradi. Mana shu raqamga bemalol telefon qilib bog'lansa bo'ladi. Bozorni bilsa. Xo'p. Chaynak o'zi bu. Kaqiqin dermidi? Kaqiqin boshqa yo balki? Bu qanaqa deydi zotirmini? Bilmayman. Ketib qoladimi bular? O qadrdonlar ushlab oldi. Bu ma'lumot o'rnida, o'ka, buni ma'lumotni aytingchi. Ma'lumot bo'lganda shu nima? Men chaynak deyishadi. Chaynak, siz ham o'quvchisiz. Ha, o'quvchi. Qiziqishga o'tdi. Qiziqishga. Telefon raqamini aytamizmi? Shu nomer bitta. Bitta nomer, ha? Yana bir marta qaytarib bering. 93lik 826 aha 1691. Mana shu raqamga bemalol telefon qilib bolasan. Bu ham bir kishidan akamdan. Bozorni bilsin. Xo'p, qadrdonlar, videomiz ham 2 minut bo'lib qoldi o'zi. Oddiy tovuqlardan bir qator ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Qadrdonlar, o'z ma'lumotini berib o'tamiz. Assalomu alaykum, inom aka, bormi? Oka, omonmisiz? Bu qanaqa bo'lib narx-navosi, oka? 30 ming so'mdan. Mana omad. Bo'ldi. Sangiz qanaqa ekan, yilga foyda.
Yana qisroga Aha. Hop 30 ming so'mdan ha. 30 mingda. Telefon raqami ayting, oke bunga? 93. Aha. 912. Aha. 98 77. Mana shu raqamga bemalol telefon qilib, telefon raqamini qoldirib ketaman. Ovoz yaxshi eshitilmagan bo'lishi mumkin. 30 ming so'mdan. Qilib turgan o'sha ferma tovuqlari. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi bu? Oke, ma'lumot o'rnida. Valla tokma aytayapman. Bo'ldi, men to'q. Yo. Nech puldan bular bo'pti? Bular 140 mingdan Andijon qora. Aha. Yana sizdan nima, oke bu? Broiler qanchadan? Broiler qanchadan? 120 nechi kilo? 3 kilo. 3 kilolik akilasa. Hop, video xohlamadilar aka. Bular qanchadan ekan, oke bular? Formani. Bu qanchadan ekan? 320 mingdan. Yo, siz olmaymiz. Asosiy vazingiz. Numar bermaymiz. Sizdan aytib ketaylik. Namangan shahar G'amaki bozorida qidirishaveradi. Qora Shahzoda. Pulni ishbiq bilan bo'ladorroq obunachilarga. 2 millionga beribdimi? Turish 2 million so'm qadrdonlar so'ralyapti. 10 ta atrofida. Demak, parranda bozordan so'raymiz. So'rab olsalar bo'ladi deb aytmoqda. Gapim ham chekilishmayapti. Bozor nima desa? Syomka boshlandi. Hop, bu foto ko'rsatib o'tamiz qadrdonlar. Sho'zirni 22 minutdan o'tibdi videolarimiz ham qadrdonlar. Bular nech puldan bo'ldi do'stim? 20 mingdan olib bizga, oke? 20 ming so'mdan. 35 ming so'mdan uy fabrikada. Aha. Tegi serovka sizda? Serov. Ana qiling. Taqib qo'ya. Hop, 20 ming so'mdan deb aytib o'tyapman. 20 ming so'mdan uy fabrika tovuqlar, bular Makka bug'doy yeydi. Mana klientlarga don sepamiz, ko'rasiz, yeyish ichishini. Kelaverasiz, dastavkalargacha bor. Manzilimiz G'amaki parranda bozorda qadrdonlar. Tegi serovka sizda? Ko'p, nihoyat. Qadrdonlar. Tuxumlari ham. Tuxumga zo'r bo'ladi, tuxumga, nihoyatda. Nergilingiz yaxshimi, bu yaxshimi? Hammasi yaxshi, boqishga bog'liq. Bunimiz yaxshimi? Yaxshi ko'rgan bo'lsang o'shandan o'ylang. Yo'q. Ha, o'lma, puliga yarasha. Bu raqam necha aytamiz? 99lik 345 45 31. Mana raqamga bemalol telefon qilib. Ash cho'jalar ham bizniki, dastavka bor. Bu cho'jalarga ham bo'laverasiz. Puli qanaqa? Ishchilarimiz sanishtiradi. Qadrdonlar broiler chiqdi. 2 kilodan oshiqroq bo'lsa kerak o'zi. O'tira olmaydi. Hammasi bir kishidan. Bu tarafda ham bizdan deb aytib o'tyapti. Bu qanchadan bo'ldi, oke bular? 5 ming so'mdan davlat o'sha xirozlari tovuqlari. O'rdaklar qanchadan o'shanda? 10 mingdan. O'rdali 10 mingdan. Bu qaqildoq o'shanda? Qaqildoq o'rda. Broiler qanchadan bu? 35 dan. Okamda. Shundan ikkita o'lib o'qmoqchiman. Qadrdonlar. Ondan Qanchadan qilib beradi broilerlarni? Broiler qanchadan qilib beradi? Rollar 30 dan qilib berdi o'g'a. 30 mingdan qilib beryapmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Nima gaplarga? Tuxumlar 15 ta palaxta. Pishgan ham 15. Inkubasiya qancha? Ha, inkubasiya qancha? 3 kunlik, 15 mingdan. Mana pishirib qo'yilgan, mana yana chaqib beriladi. 3 kunlik pishiriladi. Jo'jalarga bergani bo'ladi-da. Xuddi shunaqa mana. 15 ta. Sizdan jo'ja chiqib qolmaydi. Chiqmadi, garanti hammasiga. Hop, sizlardan ekan u haqida nima? Ash hamma yo'qbizga, hammasi. Okam telefon raqami aytdi, siz ham ayting, oka esaytib, ma'lum. 93lik. Aha. 330 20 10. Bir o'rnini nima qiling? Qadrdonlar. 30 mingdan 1 kilo 100 shunaqa.
30 milyondan. Nihoyatda zo'r mana. Birli so'raganlarga dastlabki qilib beriladi, ko'proq olganlarga. To'rda jo'jalarni ham oldingizmi? Oldim. Qora jo'ja, u o'qta o'g'lan necha nargilarni? Tuxumda. 20 ming so'mdan. Ha, 20 milyondan tuxum yo'nalishida. Ularni ham oling. Bitta tulab nima qilsa zo'r bo'ladi. Ha, zo'r bo'ladi ular ham. Nechta? Pishqanda-na? Dastlabki qanaqa qilamiz o'ga buni? Dastlabki ko'p o'g'onlar beramiz, olib berib. Qayergacha dastlabkamiz? Shu yerga Namanganga-da, uzoqmi? Ha, uzoq. Ha. Dastlabkasi bor. Xo'p, uzoqmi yo'q? Oke, bozor emission. Xo'p, o'g'am. Kanalga telefon qilsa, Xudo xolasa qoldiraman. bo'ldi, o'g'am. Kanalga telefon qilib bog'lansam bo'ladi. Qadrdon videomizni yakunlaymiz. 25 minutdan o'tdi videomiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Transport zo'r bo'lsa, Xudo xolasa yuqori darajada. Ha. Hech bo'lmaganda ikkisi qilib, so'ngga qilib, parranda yoki piyoladan o'tishga harakat qilamiz. Like Gap bosib, bo'lishi. qo'llab-quvvatlab turasizlar. Oke, endi juda ko'pchilik rizqida o'ke biz ham harakat qilyapmiz. Malades, gap bo'lishi mumkin emas. Bozor emission. O,